Hammaga salom. Men o'zimga linza Navai profilidan mana shunaqa linzalar zakaz qilgandim. Odatda linzalardan foydalanmayman va hayotim mobaynida bir marta bo'lsa ham linza taqib ko'rmaganman. Hozir sizlar bilan buni sinab ko'ramiz. Qani, linzalar meni qay darajada o'zgartira oladi? O'rtoqlar, ochig'ini aytsam, o'zim ham hozir oynaga qaraganimda umuman oynada boshqa Sug'diyonani ko'rdim. O'zimga yoqdi. Qaranglar, qanaqadir boshqacha qiz bo'lib qolar ekanman. Bilaman, o'zimning ko'zlarim rangi juda ham chiroyli.